Assalomu alaykum. Hurmatli talabalar, ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum domla. Eshitilyapti. Asoslar. Demak, bugun dasturlash ikki fanimizda amaliy qismida radio button komponenti bilan ishlash mavzusini ko'rib o'tamiz. O'tganda sizlar bilan checkbox komponent ko'rgandik, eslarsizlarmi? Ha, shunday domla. Checkbox ko'rgandik. Bu ham xuddi shunga o'xshaydi. Faqat ozgina ozgina joy farq qiladi. Hozir men nimani yoqib olay. Hozir C++ builder ko'rinyaptimi sizlarga? Oyna. Ko'rinyapti. Demak, standart komponentlar to'plamini davom ettirgan ular. Demak, radio degan komponentni ko'ramiz. Standart ana shu turibdi. Mana birinchisida radio turibdi. Radio button 1, radio button 2 masalan. Buni ham xuddi o'sha checkboxni o'ziday captioni bor. Bu yerda masalan kelinki masalan erkak yo'q pastga tushirsak masalan ayol deb yozadigan bo'lsak, bu tanlanadigan aynan bittasi tanlanadigan, ya'ni jins bo'lsa bittasi tanlanadigan mo'z keladigan komponent. Bittasi aynan turishi kerak bo'lgan, ya'ni ha yoki yo'q yoki shunga o'xshash savollar keladigan bo'lsa, formamizda shu narsani aniq ayta oladigan, aytish kerak bo'lgan joyida bittasini tanlanadigan komponent uchun xizmat qiladi. Ko'rib yurganlaringizdek, demak, xuddi shunday checkboxni o'zida caption degan xususiyati bor. O'sha yozuvni aniq qilib beradi. Buni ham checkit degan nimasi bor. Tanlangan, tanlanmagan turganligini aniqlab beradi. Qolgan barcha komponentlar asosiy komponentlarda bir xil turadi. Endi birinchi qiladigan ishimiz shu asosiy nimalarni ko'rib o'tadigan bo'lsak, o'zi Word qismini ochib man ko'rsataman. Demak, Word ko'rinyapti, ha? Demak, C++ builder muhitida radio button komponenti bilan ishlash. Demak, qisqacha texnik izoh qismini ko'rib o'tganimizdek, checkit demak komponentning belgilangan yoki belgilanmaganini bildiruvchi, demak, boolean tipidagi xossa. Keyin caption har doimgidek radio button yonida ko'rinadigan matn enabled, ya'ni komponentning faol yoki nofaol, ya'ni kulrang holatdagi foydalanuvchi tanlay olmasligini aniqlab beradigan xususiyat bor. Visible komponentning ko'rinmasligini aniqlab beradigan qismi bor. Demak, ikkita yo'q, ikkita emas, aynan bitta on click foydalanuvchining komponent ustiga bosganda sodir bo'ladigan hodisasiga on click hodisasi demak xizmat qiladi. Demak, guruhlash, group box, panel bir xil konteyner, ya'ni ota konteyner deyiladi. Parent ichida joylashgan radio buttonlar o'zaro bog'langan bo'ladi. Bittasi tanlanganda avvalgisi avtomatik bekor qilinadi. Demak, birinchi topshiriq radio button orqali rang tanlashimiz kerak. Demak, vazifa tavsifi bo'yicha foydalanuvchi 3 ta rang variantidan birini tanlaganda formaning foni shu rangda o'zgaradi. Demak, formada 3 ta radio button tanlash kerak bo'lib qoldi. Xo'sh.
Men hozirni o'zgartiraman. Ekran birga o'tkazaman. Demak, nima ko'rinyapti? 3 ta radio button tanlandi. Aytyapti, demak, caption'da qizil. Xo'sh, qizil. Buning uchun demak birinchi radio buttonimizni caption'iga qizil so'zini yozamiz. Ikkinchisiga yashil, uchinchisiga ko'k. Ko'k rangni yozamiz. Bo'ldi. Endi har bir buttonning on klik hodisasini yarating. Demak, bu uchun nima deyapti? Foydalanuvchi 3 ta rang variantini bir tanlaganda formaning foni shu rangda o'zgarishi kerak deyilyapti. Endi bitta to'g'ridan-to'g'ri kod yozishni boshlaymiz. On kligida, ya'ni radio button 1 ni on kligiga bosib kirganimizda kodda nima deyapti? Formani color'i bor bizada. Bilasizlar? Xo'sh, formani color'i bor. Bu birinchisi bo'ldi. Demak, keyingisi yashil uchun yozamiz. 10 kligida demak, yashil tashlaymiz. Oskod tushuntiraman. Demak, ko'kda shu ko'k 10 kligida demak, ko'k rangni tashlaymiz. Demak, natija o'zi bizga nima qaytishi kerak? Dastur ishga tushirilganda radio buttonlarni biriga bossangiz, formaning rangi o'zgaradi va avvalgi tanlov avtomatik o'chadi deyilyapti. Bitta ishlatib ko'rsataman. Xo'sh. Demak, forma bir bo'lmaydi biz uchun. Forma 9 bo'lar ekan, 9-forma kelib qo'ydik. Demak, bu narsani ham to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib tashlaymiz. Bunda ham shunaqa. Demak, ishlatib ko'ramiz. Bitta yana xatolik bor. Bu bo'lmaydi. Nima uchun 9 bo'lib qoldi bu? Ishladi. Qizil, yashil, ko'k. Kuzatdingizlarmi hammalaringiz? Qanaqa holatda bu sodir bo'ladi? Demak, har bitta kod shunday deyapti. Radio buttonni 1 ni on kligida, ya'ni bosilgandagi hodisada yozib qo'yilgan formaning color'i, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri formani color'i ham bo'ladi. Kimdir gapiryapti-da. Mikrofonni iloji bo'lsa o'chirib qo'yinglar. Demak, yozilyapti. Forma 9dagi radio button 1 ni bosilgandagi hodisaga, demak, forma 9 ning color'ini, ya'ni rangini, formaning o'zining rangini o'zgartiramiz qizilga degan kod yozilyapti. Shuning hisobidan formamiz qizil rangga bo'yalyapti va yashilga ham ko'kka. Tushunarlimi? Savol bormi? Savol. Tushunarli. Buni takrorlab ko'rasizlar. Demak, ikkinchi nimaga o'tamiz? Ikkinchi qismga o'tamiz. Ikkinchi topshiriqqa. Bunda ham xuddi shunga o'xshash narsa. Kelinglar bitta o'qib beray. Ikkinchi topshiriq shrift o'lchamini tanlash. Vazifa label komponentdagi matn o'lchamini radio button orqali boshqarish, ya'ni small, medium, large qilishimiz kerak. Ya'ni kichkina, o'rta darajadagi katta va juda ham katta qilib. Demak, formaga label 1 va 3 ta radio button joylashtirish kerak. Label 1 ni captioniga namuna matn degan so'zni kiritish kerak. Radio button 1 da captioniga kichik
o'rta, katta demak qiymatlarni berishimiz kerak. Endi xuddi shunday o'z ustidan foydalanamiz. Demak, qizilni o'rniga kichik o'n degan nimani yozamiz. Matnni. Domla dastur ko'rinmayapti. Ha, uzr, man nimada qo'ydim? Birga o'tib olamiz. Endi ko'rindimi? Ko'rindi. Ikkinchisiga o'rta 16, o'rta 16 qavs ichida qolib ketmasin. Qavs ichida yoziladi. 16 demak katta 24. 24. Demak, bo'ldi. Bitta label olishimiz kerak edi. Labelga namuna matn degan so'zni kiritamiz. Xo'sh, bo'ldi. Endi kodni yozishni boshlaymiz. Xo'sh, demak, har birini kligida o'sha hodisa qoladi. Demak, labelni fontini size eslaringiz bo'lsa, buni o'tgandim. Font size, ya'ni bu yerda o'lcham haqida gap ketyapti. Yozuvning o'lchami. Ikkinchisi 16, uchinchisi 24. Ishlatib ko'ramiz. Xo'sh, aytgandim, yozuvni ko'chirgan payt yana xatolikka endi so'rayapman. Ikkitadan bo'ladi haqiqatdan ham. Xo'sh, ishlatib ko'ramiz. Xo'sh, kichik. Endi nimaga kichikni bosganda katta chiqardi? U o'ndan ham kichik edi. O'sha uchun kattalashdi. Demak, o'rtada 16, kattada 24. O'rtada 16, kichikda 10. Savol bormi? Ishladi mana. Bemalol ishlab ko'rishlaringiz mumkin. Demak, bularni fon rangini o'zgartirish mumkin, kattalashtirish mumkin. Topshiriq tushunarli bo'ldimi? Tushunarli domla. Ikkinchi topshiriq. Demak, nima qilyapmiz? Xuddi o'sha vaziyat o'zi. Demak, klik bo'lganda e, labelning shu labelning fontini size, ya'ni font size, ya'ni font o'zi yozuvni o'lchami miqdor jihatdan kichik, o'rta darajada kattalikda va juda ham katta ko'rinishlarda berilgan, ya'ni 10, 16, 24 ko'rinishda va shu orqali biz radio buttonni on click hodisasiga asosan demak biz shu o'lchamlarni qo'yib ko'rdik va matnni kattalashganini, yuksalganini ko'rib o'tdik. Domla shuni kodda yozmasdan Object Inspector orqali qilsak ham bo'ladimi, o'xshaydi? Xo'sh, Object Inspector orqali qilsak demaydi. Sababi biz hodisaga asoslandikmi? Hodisa orqali, mana bitta narsani semestr bo'lishiga aytib o'tib ketdim. Biz biror komponentning biror hodisasiga asosan formaga tashlangan o'sha komponent yoki biror boshqa komponentning xususiyatini o'zgartirish orqali
dasturlar, ilovalar yaratamiz. Boshlang'ich ko'nikma hosil qilish, nima qilish oldida e, nimaga bo'lmaydi? Umuman olganda 4dan 4 hozir faqat statik ko'rinishda bo'ladi. Qo'ldan bir martaga qaysidirga o'zgartirib qo'yib bo'laman. Lekin biz kod bilan, ya'ni dinamik ko'rinishda, ya'ni oldindan aniq bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin baribir dinamik ko'rinishda, chegaralangan dinamik bo'lyapti, chunki 3 ta e, hosil qilyapmiz. 10, 16, 24. Aynan hodisaga biror bir xususiyat yozyapmiz. Men shuni o'zini xohlagan fontini mana shu yerdan sizlar so'ragan hamma narsani font orqali qilib bera olaman. Lekin bu yerda hodisa yo'q. Times New Roman'ga, Follow Journey'ga kerak bo'lsa rangini ham o'zgartirib bilamiz. Birinchi marta mana. Statik Demak, bo'lib qoldi. 10 klik hodisasi kerak ekanda. 10 klik hodisasi masalan topshiriq berilgan topshiriqqa qarab qilyapman men. Oldindan berilgan topshiriq bor. Mana ertaga men memo degan komponent o'taman, masalan, qaysidir paraga. Manimcha bu hafta o'taman. Biza masalan sizlarga shunday topshiriq berishi mumkinki, oddiy kompyuteriga kimdir Notepad, ya'ni bloknot ilovasini ishlatgan, to'g'rimi? Windowsda bor u. Ishlatganmisizlar, ko'rganmisizlar shuni o'zi? Bor. Xuddi shu narsani qaytib biza qila olishimiz mumkin. Chunki u ko'p qiyin narsa emas. Bitta narsa bor, endi bor u narsa bo'lsa ham aytib o'tib ketaman. Edit bilan memoni farqi bor. Memo juda ham katta hajmdagi, ya'ni katta hajmdagi deylik, juda ham katta emas, katta hajmdagi ma'lumotlarni nima qilish uchun, ustida ishlash uchun qo'llaniladi. Katta hajmda egallaydi formadan ham. Edit faqat bir qatordagi edi, esingizda bo'lsa. Masalan, bitta formada memoni joylashtirgan holatda va keyinchalik men keyingi paralarda menu komponentini o'taman. Menu komponenti ham juda katta komponent. Bir nechta menyular yaratib, menyuni bosganda menyular satrda menu yaratgan, menu va menu osti menyularni bosish holatdagi narsada qaysidir oynalarga o'sha kirib chiqishlarni qilishimiz mumkin, nimadir paydo bo'lishini qilishimiz mumkin. Hodisa xususiyatiga qarab ishlab ketaveramiz. Demak, memo va menu komponentlari orqali biz oddiygina Notepad yoki bloknot ilovasini yarata olamiz. Demak, o'sha yerda ham ko'rasizlar, mini bir ilova bo'ladi, kerakli, foydalansa bo'ladigan. Demak, Windowsdagi barcha Office o'xshagan va yozuv, aynan chizish yoki grafika emas, aynan yozuv bilan ishlaydigan, gap bilan, so'z bilan ishlaydigan ilovalarni oddiy yarata olamiz, yaratsa bo'ladigan. Endi qisman hozirgi ko'rsatayotgan narsalarimni hammasi sizlarga ozgina jo'n tuyulishi mumkin, lekin biz komponentni tushunishimiz uchun bu turdagi ma'lumotlar kerak. Ya'ni oddiydan boshlayapmiz. Murakkabdan emas. Birdaniga to'liq sizlarga hozir birinchi kursdagilar ma'lumotlar bazasi o'tilmagan. Agar o'tilgan bo'lar edi, harakat qilardim bir ma'lumotlar bazasiga formadan turib ma'lumotni yozish, o'qish, o'zgartirish, o'chirish degan o'sha 4ta eng zarur bo'lgan so'rovlarni ko'rsata olib va formadan turib masalan ma'lumotni yozishlarni ko'rib bazaga yetib yozishlargacha dinamik holatda ko'rib chiqishimiz mumkin edi. Unutirish iloji yo'q, sababi fan o'tilmagan, qayerdan nima kelganini tushuntirish ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz oddiysidan, chunki birdaniga biz C++ ni ko'rmasdan shu semestr boshlab qo'ydik. Baribir ma'ruza ham darslar o'tilyapti. Lekin o'sha komponentni odatdagi boshqalardan farqi va oddiy mayda turdagi ilovalar orqali aynan o'zi nima vazifani bajarishi, nima uchun kerakligi, formada qachon qaysi birini ishlatish kerakligini umumiy olganda tushuntirib o'tib ketyapman. Mayda to'g'risini aytaman, bir qatorli kod yoki bir nechta qatorli kod va o'zi nima vazifani va qanday vazifalarni bajara olishi mumkin bo'lgan, mumkin degan savollarga sizlar javob topib bilasizlar.
Va topshiriqni modulga yuklab qo'yapman. Topshiriqni bajarishni bo'lmaydida ham o'zlariz bir harakat qilib ko'rsalaringiz, qayerda, qachon, qanaqa turda qo'llanadi, barchasiga javob topishlaringiz mumkin. Demak, men ko'rsatgan o'sha nimalarni ham takrorlash mumkin. Darsdan keyin, darsgachadir, boshqadir takrorlash mumkin. Demak, qiyinchilik joyi yo'q. Agar kimgadir qo'shimcha, demak, o'zi ishlamoqchi bo'lsa, topshiriq kerak bo'lsa, darsdan tashqari ham topshiriqlarimni, bu o'sha fayllarimni e, tashlab beraman. Individual lichkani o'ziga, demak, bir boshdan o'zi ishlab chiqishi ham o'sha amaliy mashg'ulotlarni o'zi yutuqsiz qaytara olish holatlari ham bo'lishi mumkin. Men bundan juda xursand bo'laman. Ya'ni o'zi ustida mustaqil ishlayapti deb. E, Savolingizga javob topib bildingizmi? Aftina. Domla, man tashladim hozir qilgan ishimizni bugun guruhga. Takrorlab Bo'ldi. ko'rdim. To'g'risi xursandman. Dars davomida ham tashlab borasizlar. Ko'pincha qizlar aktiv bo'lyapti darsimizga. Yigitlar ham bir aktiv bo'lsa. Keyin nimagadir mm, oldinlari 22 kishilar, 23 kishilar kiraydik. Hozir ikki darsdan bir nima uchundir kamroq 16-17 bo'lib qo'yapti. Qolganlar ishdami? Yo boshqa biron bir sabab bormi? Xabarlaringiz bormi undan? Shu ko'pchilik ishlaydi domla, shu vaqti Hmm. bo'lmayaptimi? Ko'p kirishardi lekin. Ha, agari mana bitta narsa bor. Unda onlayn dars baribir obeddan keyin soatlarda qo'yilgan bo'lsa ham, man bugun faqat sizlarga darsim bor. Agar bir kelishib menga bildirsalaringiz, o'zimni ishlamganmi yo telefon qilib bo'lsa ham, obedgacha ham vaqtim bor. Ko'proq ishlaymiz, nima ma'lumot ko'ramiz desalaringiz, bemalol Dars murojaat bor qilsam. kunlarmi domla? Ya, shu kuni o'ziga men faqat sizlarga darsim bor 5-para to'g'risi. Xo'p, domla. Bir nima qilinglar, agar to'g'ri kelsa, ertaroq boshlashingiz ham mumkin. Qo'yaman iloji bor. Hmm. Demak, bu komponentga to'xtaladigan bo'lsak, har doim masalan e, ikkita yoki uchta yoki bir nechta tanlovlar ichida tanlanishi kerak bo'lgan javobmi yoki keling test bo'ladimi yoki shunga o'xshash narsa bo'ladimi? Shuning uchun ko'pincha qo'llaniladi. Aynan bittasini tanlash kerak bo'lsa. Checkboxda unaqa emasdi. Masalan, oddiy qilib, juda oddiy qilib tushuntiraman. Checkbox bilan buni farqini radio buttonda masalan jins kelyapti, erkak va ayol. Siz birdasini tanlashingiz kerak. Aynan bittasini tanlaysiz, bittada qoladi. Checkboxda masalan mening qiziqishlarim degan joyi kelsa, formada qaysi to'ldiradigan joyi kelsa, masalan, sportdan futbol, shaxmat, shashka, kitob o'qish, til o'rganish deganni bir nechtasini siz tanlay olasiz. Radio battinda faqat bittasini tanlay olasiz. Demak, ikkovini farqi bir-biridan shunda. Boshqa hech qanaqa aynan farqi yo'q. Faqat o'sha nomida, masalan, hodisalarda ham klik, ko'pincha klik hodisalar bilan ishlaydi. O'sha qolgan joyida to'g'risi bir xil. Bittasida bosilganda galichka yoki bitishga o'sha belgisi turadi. Bunda faqat ichi bo'yalgan yashil ko'rinishda turadi. Bittasini tanlov qilgan holatda. Tushuntirib bildimmi? Farq shu. Tushundim. Qolgan holatlarda Dom- ishga qarab tanlab ketaverasizlar. Qaysi biri qachon kerakligini. Topshiriqqa qarab Domla, bundan bu testlarni tuzishda ham nima qilsa bo'ladimi? foydalansa bo'ladi. Endi test programma ozgina murakkabroq narsa, jarayon, chunki javoblarni qayta ishlashga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Javoblar oldindan aniq statik bo'lgan holatda bir test programma tuzib qo'yishlari mumkin. Lekin javoblar ichida faqat bittasini tanlash kerak bo'lsa, radiobotdan bir nechtasini tanlash kerak bo'lib qolsa, checkbox ishlatasizlar. Buni qachon farqi bo'ladi? Aynan test, birorta fandan test bo'lsa, buni masalan yordam beradi. Yoki ko'pincha psixologik test tuzilsa va ular ichida savollarning ichida bir nechta javob to'g'ri belgilash kerak bo'lsa, ko'pincha checkbox ishlatiladi. Tushuntirib bildimmi? Ha, tushunarli. Tushunarli. Savollaringiz bormi yana? Modul bilan ishlayapsizlar, ko'ryapman. Qolganlar ham nima qilib ketaversa, demak semestr bo'yicha vaqtimiz bor.
Sizlarda qanday to'g'risi birinchi marta dars berayotganim uchun joriy oraliqlarni e, vaziyatini bilmayman. Agar ochilgan bo'lsa, ochilsa, man topshirganlaringizga qarab, darsga qarab harakat qilaman baholashga. Biza domla o'zimiz bajarib yuklaymiz, lekin to'g'ri noto'g'riligini bilmaymiz-da. O'zingizda birinchi marta o'sha ishlagan payt, masalan, topshiriq o'zbek tilida tushunyapsiz va qayt Tushundim. bajaryapsiz, ishlagan bo'lsa ko'pincha to'g'ri bo'ladi. Ko'pincha. Mana ishlagan holatda siz masalan nimadir man ko'rdim xatolik bo'ldimi, u yerda algoritmik yoki o'zbek tilida ozgina tushunmovchilik bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Atak umuman olganda ishlasa, u to'g'ri bo'ladi ko'p hollarda. Tushuntirib bildimmi? Domla to'g'ri chiqyapti, biz skrinshotlarni to'g'ri joylashtiryapmizmi? O'shani so'radikda. Ya'ni skrinshotlar bo'lsa, agar matn yozilmagan bo'lsa ham, ishni ketma-ket bajarganligiga qarab, men o'zim tepada chunki topshiriq turadi-ku, o'shanga qarab o'zim aniqlab olib ketaveraman. Undan muammo yo'q. U gap endi skrinshot ostidagi gaplar endi baribir izoh ko'rinishida bo'ladi. Siz qilgan ishni qaysi ketma-ketlikda bajarganingizni mayli qilib izoh qilib yozib ketsangiz bo'ladi. Tushunarli? Tushundik nima? Demak, bizada qoldi asosiy komponentlardan menu qoldi. Main menu qoldi. Ko'rsak pop-up menu deganni ko'ramiz. Demak, memo qoldi, 3 ta bo'ldi. List boxni ko'ramiz. 4 demak 4-5 ta qoldi. Combo boxni ko'ramiz keyin. Scroll bar uncha katta nima emas, group box va radio group ham uncha katta narsalar emas. Buni ham bir darsga 3-4 dan bitta qilib ko'rsak bo'ladi. Hali vaqtimiz bor. Keyinchalik bir mayda-mayda loyihalarni ham boshlab qo'yaman. Davom ettirishlaringiz kerak bo'lib qolishi mumkin. Qiyin emas birdan ishlab ketish. Bu C++ ni o'zidan ham ko'ra ancha ko'rdingizlar qiziqarliroq, chunki bu yerda ko'rinarli narsalar qilsa bo'ladi. Chunki mana dasturchi tomonidan yaratiladi, dasturchi bo'lmagan tomon foydalanuvchi tomonidan ishlatiladi. Foydalanuvchi orqa qismda nima jarayon ketayotganini oldindan bilmaydi. Tushunmasa bilmaydi, lekin ishlatadi uni. Yaxshi tomoni biror o'sha siz o'z mahsulotingizni ko'rinarli qilib, masalan, sotish uchun ham qulay. Ertaga mana katta kurs bersalar, web dasturlash o'tiladi, u yerda ham shunaqa narsa. Endi u faqat brauzerda ishlatadigan ilovalar yaratadi. Bu endi oddiy kompyuter uchun ilovalar yaratadi. Farq shunda. Savollaringiz bo'lmasa, demak, ko'proq mashq qilish kerak. O'tgan darsda, o'sha o'tgan semestrdagi mustaqil ish masalalarini kelinki o'zlaringiz ham o'qib turgan paytlarda qani men C++ builderda shuni qila olamanmi deb nima qilsangiz ham bo'ladi. Masalan, bir nechta xo'sh, oddiy masalan o'sha chiziqli algoritmga doir masalalarni ham o'sha edit, label, button tugmalari orqali o'qib turib, o'shalar orqali foydalanib turib, o'shalarni kompyuter uchun ishlaydigan qilib berishlaringiz ham mumkin. O'zlari uchun mustaqil ta'lim qismiga aytyapman. O'zlaringiz rivojlanishlaringiz uchun bu yerda tushuncha nima uchun berilyapti? Kompyuterda ilovalar o'zi qanday yaratiladi degan savolga javob beryapmiz bir semestr davomida. Faqat C++ builder muhitida. Endi bitta narsa bor, kimdir oldin dasturlash bilan shug'ullangan bo'lsa, boshqa tillarni ham biladigan bo'lsa, barcha yangi til bo'ladimi, eski boshqa til bo'ladimi, ko'pchiligida kompyuter uchun ilovalar yaratish xonasi yoki biror bir dasturiy muhiti bo'ladi. Misol uchun men ayta olaman, Delphi degani bor,
Pascal tilida. Hozir Pascal til anchadan beri o'tilmaydi. Bizlar maktab davrimizda o'tilar edi, ondan oldinlari o'tilar edi. Delphi degani bor. Masalan, Pythonda tekinter qo'yish, PyQt, yana Kiwi va shunga o'xshagan bir nechta kutubxonalar bor. Pythonda bilasizlar, juda yaxshi, juda zamonaviy tillardan biri. Unda bir nechta kutubxonalar bor, kompyuter uchun ilova yaratadigan. Va shunga o'xshash yangi yoki boshqa tillarni ham o'zini kutubxona yoki muhitlari bor. Bemalol men bergan topshiriqlarni boshqa tilda qo'llashlaringiz ham mumkin. O'zlaringiz biladigan tilda, masalan, bu agar C++, yangi sizlar uchun bo'lsa yo boshqa bo'lsa, siz boshqasini biladigan bo'lsangiz ham, demak, boshqasida ushbu topshiriqlarni bajarib ko'rishga harakat qilishingiz mumkin. JavaScriptda ham kerak bo'lsa Electron degan Electron.js kutubxonasi bor. Bu ham yaratadi. Barchasida deyarli bor. Kompyuter uchun ilovalar yaratish barcha dasturlash tilida deyarli bo'ladi va bor bo'ladi. Kodlar Pythonda ham ishlaydi-da? Bu aynan C++ builder Pythonda qilgan ilovalar nimada ishlamaydi. Endi qanday tushuntirsam? Pythonda ham kompyuter uchun ilova yozsa bo'ladi deylik. Savolga javobmi? Tekinter kutubxonasi bor. Faqat bitta Python nima qilmagan? Mana C++ builder bilan uni farqi, Pythonda UI interface quradigan, mana forma qismi yo'q. Hamma narsa kodda sodir bo'ladi. Siz komponentlarni formaga tashlay olasiz, o'sha xususiyati muhit unda yo'q. C++ builder muhitiga unda yo'q. Faqat kod orqali har bitta komponentni aynan qayerga qo'yishgacha bera olasizda va bu o'zi kompilyasiya jarayonida kompyuter uchun ishlaydigan